Shu joy vaqtda 6-ayning 17-kuni Amerika taraf Jungoning qat'iy qarshi turishiga qaramay, atalmış 2020-yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib qonunlashtirdi. Bu Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganlik, xalqaro qonun va xalqaro munosabatning asos mezoniga ig'ir xiloflik qilganlik. Jungo mamlakatlik xalq qurultiyi buni qattiq ayblaydi ham buningga qat'iy qarshi turdi. Amerika kishilik huquqni qo'g'dashni dastak qilib, zo'ravon terrorchi kuchlarni o'z mayliga qo'yib berib, qo'llab, uni Jungoga besim ishlatish quroli qilish, Xinjiangning gullanishi, muqimligiga ziyon yetkazish, Jungodagi millatlarning ittifoqligiga buzg'unchilik qilish, Jungoning taraqqiy qilib zo'rayishini cheklashga o'rinavatadi. Bu butunlay chotni xato soqqanlik, hisobni xato qilganlik. Jungo xalqi Allohlardan qo'rqmaydi, bid'atlikka ishonmaydi. Biz Amerikani xatoligini darhol tuzitib, yuqorqi Xinjiangga aloqador qonun loyihasidan foydalanib, Jungoning manfaatiga ziyon yetkazishni to'xtatishga, Jungoning ishki ishlariga aralashishni to'xtatishga yana bir qitim da'vat qilamiz. Undaq bo'lmaydi ekan, Jungo jazman qat'iy qarshi tadbir qo'llanadi. Atalmış 2020-yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini echib qaraydigan bo'lsak, u butunlay haqiqat burmalangan yolg'on gap. So'g'uq munosabat, urush tafakkuri va siyosiy bir taraflama qarash bilan to'lgan. Amerikaning saxta demokratiya, haqiqiy zo'ravonlik, saxta kishilik huquq, haqiqiy zo'migarlik mohiyati to'liq oshkorlangan. Amerikaning atalmış Xinjiang osonliq millatlarini keng ko'lamda qamab qo'ydi degani butunlay quruq gap. Amerikaning atalmış Xinjiangda kishilik huquqqa ig'ir chiqildi degani tuturuqsiz gap. Atalmış Xinjiangda osonliq millatlarini azdi, diniy erkinlikka ziyonkashlik qildi degani tamom oq qorni ostini ustun qilganlik. Biz yana bir qatim shuni qayta ta'kidlaymizki, Xinjiang Jungoning Xinjiangi. Bu Amerika siyosatbozlarining odamni jirgandiradigan nayrangmazligi. Atalmış 2020-yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasining bir-bira quruq qog'oz. U jazman aqliyatning kuch tarafidan axlat dövisiga cho'rib etiladi. Kishilik huquqni dastak qilib, zo'ravonlik, terrorlik kuchlarga yo'l qo'ygan va ularni qo'llagan Amerika cho'qim o'z beshini yeydi mavzuli xalqaro qisqa obzor e'lon qildi. Atalmış Xinjiangga chetishlik qonun loyihasi Amerikadagi uzun bilak odamsimon maymunlarning shaxsiy siyosiy manfaatini asos qilgan yana bir maydon siyosiy o'yini bo'lib, yolg'onchilik va quruq tasavvurga to'lgan, oq qorni butunlay ostin ustun qilgan uchiga chiqqan bema'nilik. Bugungi kunda Amerikadagi bir qism siyosatbozlar siyosiy manfaati uchun zo'ravon terrorchilar bilan ochiq oshkora eg'iz burun yollashib, zo'ravon terrorchilarning yon tayiqi bo'lib